Namangan shahri avtomobil bozoridamiz va bugun yurtdoshlarimizdan yo'lda qaysi qoidabuzarlik eng ko'p asab buzadi degan savol beramiz va javobini bilib olamiz. Peshog'ot aka. Peshog'ot o'ylamasdan chiqib qolar ekanda bu yerda. Peshog'ot bor-ku. Signal chalish. Signalchi ko'p chalishadimi? Qoidabuzarlik Damas'da ko'proq bo'ladi qoidabuzarlik. Nima qilishadi? Va siz asabingizni buzib qo'yadi. Pоворot yo'qmasdan to'xtab olishadi. Pоворot yo'qmasa aqlaqa o'ynab yuradi qoladi. Damaslar ko'p ekanda bu yerda shunaqa qiladigan. Eng mashina ko'p shunaqa. O'ylab o'tasizmi yoki qaramasdan o'tasizmi peshog'otdan? Qarab o'tib, o'ylab o'tamiz. O'ylab o'tasiz. Signalda. Signal chalishar ekanda Namanganda ko'p demak. Peshog'otda. Nima peshog'ot? Peshog'ot yurib yuboradi-da. Svetoforga to'xtab olishdi yo'l o'rtasiga. Yo'lda o'rtasida to'xtab ol. Sizgachi? Rahmat. Signal chalish. Yo'l bermasdan. Ayniqsa mana svetoforda ko'k yo'nalishiga bosib-a. Sariqda signal chaladi. Sariq yo'lsa signal chaladi-ku. Sizgachi? Signal sizda ham. Sizda qanaqa? Peshobodda. Peshobod nima? Yo'l bermaslikmi yo'q qanaqa? Peshobodda sekin yuradi-da. Uyda yurganda yuradi. Sekinlash. Sizda-chi aka, qaysi qoidabuzarlik asabingizni ko'proq buzadi yo'lda? Signal chalish aka. Signal chalish. Sizning fikringiz qanaqa? Izohlarda yozib qoldiring.